Oltinchi qoida. Oltinchi qoidamizni tanishtirib o'tadigan bo'lsam, bu teng burchaklar. Qarang. Demak, to'g'ri chiziqni, ikkita parallel to'g'ri chiziq kesib o'tganda, mana bu to'g'ri chiziqni ikkita parallel to'g'ri chiziq kesib o'tganda, demak, bu burchaklar bir-biriga teng bo'lar ekan. Buni qanday tushunish mumkin? Boshida tarafda o'tgandik-ku. Birdan ko'rsatay. Mana bunda berilgandek-da mana. Mana buni tushunib ko'ryapsizmi? Alfa bilan beta teng edi-ku bir-biriga. Bunda ham xuddi shunaqa bo'lyapti. Xuddi shuning sal boshqacharoq talqini bo'lyapti. Qarang, tushuntiraman. Mana shuni hozir olsam, mana bu yoqqa olib qo'yadigan bo'lsam, mana shu narsani beradi. Faqat bu yoq davom etib ketgan, bu yoq davom etib ketgan. Hozirgi sizni ko'rsatganimdek. Tushunyapsizmi? Farq yo'q demoqchiman. Xullas tengligini nima uchunligini tushunyapsizmi endi? Alfa bu burchaklar tengligini sababi, demak, bitta taraf. Buni mana bunaqa deb qoidasini aytish mumkin-da. Ikkita burchak, mana bu ham burchak deylik, mana bu ham burchak. To'g'rimi? Shu ikkita burchak haqida gapiramiz va mana burchak. Bu ikkita burchakning mos tomonlari bir-biriga o'zaro parallel bo'lganligi uchun bu burchaklar teng bo'lyapti. Bo'lish shunaqa deb tushuntirishim mumkin. Boshqa ta'rif bera olmayman. Misollarga o'tamiz. Eng oson qoida o'zi shu. Demak, endi bu yerda turli xillari bor ekan. Qarang, bu yerda oson tushuntirgan, bu yoqda esa birinchi misoldan ozgina murakkab kelyapti. Bu yerda nima qilamiz? Qarang, eng qulay yo'l siz o'zi bitta qaraganda tushunib olishingiz kerak. Bu alfa bilan 40 gradus qo'shni burchak bo'lyapti. Nimadan? Mana qarang. Mana shu alfa burchakni chizib oldim-ku. Shuni shunday ko'chirib olsam. Hozir tushuntiraman. Mana shu alfa. Mana shuni shunday ko'chirib olib, mana bu yoqqa qo'yadigan bo'lsam, qarang, ustma-ust mos tushadi. Mana. Alfa 40 va bular aytganimdek qo'shni burchak bo'lib qoladi. Demak, alfa plus 40 gradus teng bo'ladi 180 gradusga. Buni alfani topsam 140 gradus bo'ladi. Demak, qarang, tushunib oling. Ikkita burchakning tomonlari bir-biriga mos ravishda, demak, bir-birining tomonlariga o'zaro demak, parallel bo'ladigan bo'lsa, bu burchaklar yoki teng bo'ladi yoki qo'shni burchak bo'lib qoladi. Ya'ni yig'indisi 180 bo'ladi. Unisini bir qaraganda o'zingiz farqlashingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi misol. Bunda nima qilamiz? Endi mana bu qoida bo'yicha ishlashga ko'proq tirishishimiz kerak. Demak. Xayolga hech narsa kelmayapti. Keling, boshqa yo'l bilan ishlay qolamiz, maylimi? Qarang, mana burchak. Bu ham juda ham zo'r yo'l. Yo'q, qarang, ana qilsak ham bo'lar ekan. Bu burchak 150 gradus bo'lsa, endi tushundim. Shu o'zining yo'li bilan ishlayapmiz endi. Mana burchak 150 gradus bo'lsa, bu burchak ham 150 gradus bo'ladi. Mana. Va endi bitta qoida bor, xossa bor. Uchburchakning bitta tashqi burchagi uchburchakning unga qo'shni bo'lmagan ikkita ichki burchaklari yig'indisiga teng bo'ladi. Mana shunaqa xossa bor. Shunga ko'ra, hozir bu yerda alfa qo'shilgan 70 teng bo'lib qoladi 150 gradusga. Ya'ni shu 150 tashqi burchak unga qo'shni bo'lmagan ichki burchaklar yig'indisiga teng bo'ladi-da. Tushundikmi? Demak, buni alfani topadigan bo'lsak, 150 ayrilgan 70. Demak, alfa teng ekan 80 gradusga. Mana javobimiz chiqdi. Uchinchi misol. D1 D2 ga parallel ekan. Qarang, men buni davom ettiraman. D1 ni ham davom ettiraman.
D2 ni ham davom ettiraman. Yaxshiroq menga shu ko'rinishi uchun. Nima bo'layotgani. Qarang. Mana bu ham alfa bo'ladi. O'z ko'rinib turibdi. Mana. Endi yana shu xossa. Mana. Shovqinga e'tibor qilmaysiz. Shovqinga e'tibor qilmang. Tak. Mana shunda ham 100 gradus bor-ku. 100 gradus tashqi burchak teng bo'ladi. Unga qo'shni bo'lmagan ichki burchaklar yig'indisiga, ya'ni 30 plus alfaga. Buni alfani topadigan bo'lsam, 100 minus 30 alfa teng ekan 70 gradusga. Mana javobimiz chiqdi. Tushundingiz-a? Bo'ldi, shu bilan 6-qoidamiz ham o'z nihoyasiga yetdi.